Bu bizning ikkinchi praktikamiz. Praktikamizning nomi kun timsolini yaratish. Ya'ni kun obrazini. Bu praktikani ertalab qilgan yaxshiroq natija beradi. Sababi ertalab uyg'onishingiz bilan o'zingizga bugungi kuningizni timsolini yaratasiz. Ko'zingizni yumib, o'zingizga qulay tarzda joylashib oling. Chuqur nafas oling. Hamma o'ylaringizni, xayollaringizni qo'yib yuboring va xayolingizni hozirgi ichki his-tuyg'ularingizga ahamiyat bering. Ahamiyat bering. Sizda kun timsoli, ya'ni har kungi kuningiz timsoli aslida qanday? Aslida qaysi fikrlar, qaysi o'ylar bor? Kuningizni o'zingizga qanday tasavvur qilasiz? Siz uchun sizni bir kungi hayotingiz nima? Balkim xayolingizga kelar yana o'sha ish. Yana o'sha hayot. Yana o'sha kerakmas o'ylar, his-tuyg'ular. Hammasi sizga yod bo'lib ketgan. Hamma o'ylaringizga ahamiyat bering. Balkim yana shu yetishmovchilik, yo'qchilik xayolida kun o'tar. Aslida timsoli qanday? Kuningizni timsoli siz uchun. Endi biz o'zimiz uchun, o'zimiz xohlagan, o'zimiz kutgan, sizni o'zingizni ko'nglingizdagidek timsolni yaratamiz, kun timsolini. Chuqur nafas oling. Bugun kuningiz qanaqa o'tishini xohlaysiz? Qaysi yangiliklarga boy bo'lishini xohlaysiz? Kimlarni uchratgis kelyapti? Qanday insonlar bilan kuningizni o'tkazgis kelyapti? Hayotdan, borlig'idan qanday sovg'alar olgis kelyapti? O'zingizni qanchalik yengil, qanchalik baxt his-tuyg'usida, baxt og'ushida
his qilgis kelayotgan bo'lsa, shularni hammasini kun timsoliga qo'shing. Shu kunni yarating. O'zingiz uchun. Ko'p his, mehr, muhabbat, his-tuyg'ularingizni qo'shib, o'zingiz bugun o'tkazgis kelayotgan kuningizni bor his-tuyg'ularingiz bilan yarating. Yana ham ko'proq his-tuyg'u qo'shing. Balkim sizni hayotda o'sish paytingiz kelgandir. Kelajakda emas, bugun, aynan bugungi kuningizda o'sha hamma his-tuyg'ularni zinapoya bo'ylab tez-tez, yengil, oson, sakrab-sakrab o'tib keting. O'sishni boshlang. Yana hamma bu kundan xohlayotgan orzungizdagi hamma taklif va istaklaringizni, orzularingizni bugun nima ko'rgis kelayotgan bo'lsa, kuningizni qanday o'tishini xohlayotgan bo'lsangiz, hammasini qo'shing. Chuqur nafas oling. Nafas ushing. Отлично. Endi bu kungi timsolingizni eslab qoling. Baxtli his-tuyg'ularingizni eslab qoling. Eng baxtli onlaringizni va shuni butun borliqqa sovg'a qiling. Har bir inson olsin shu energiyani. Sizni shu quvvatingizdan har bir inson o'z kunini sizni kuningizdek o'tkazsin. Zanjirma-zanjir har bir insonga ulanib ketsin. Chuqur nafas oling. Eslab qoling o'sha timsolingizni, kun timsolingizni eslab qoling. Отлично. Chuqur nafas oling. Qalbingizga qaytsangiz bo'ladi.